Do'stlar, 24 ga 7 xizmatlaringni deb bekorga aytmaymiz. Mana qorong'i tushgan. Harorat -2 yo 3 gradus sovuqda Namangandan mijozlarimiz erinmasdan Namanganda Andijonga kiradimi, Namanganga kiradimi sizlar tomon? Andijon Baliqchi, to'g'rimi? Baliqchidan mana mijozlarimiz kelib erinishmayapti-da, o'ziga kerak bo'lgan narsani do'stlar sizlar ham ozgina bizni tushungan holatda onlayn hech qanaqangi ma'lumot berilmaydi deyapmiz. Bu bejiz emas. Chunki onlaynda men tushuntira olmayman. Kelmaganingizda aka buni sifatini ko'ra olmaysiz-da telefon. Videoda boshqa. Realni ko'rgan boshqa edi. Hali o'zingizda ko'rgan eshiklardan shekilli deb yana ikkilanardingiz. Eshikni olmasdingiz. Shu bilan siz ham ishingiz bitmasdi, men savdo bo'lmasdi. Shuning uchun obunachilar sizlarga ham tavsiya qilamiz. O'zingizlar kelib ko'zingizlar bilan ko'ringlar va shu yerdan o'z eshik mahsulotlarini, ko'rkam eshiklarini xarid qilib olib ketishlaring mumkin. Mijozlarimiz mana kelib o'ziga eshiklarni kutishdi va sklatimizdan yuklab chiqdi va endi eshik bilan birgalikda o'ziga ketishadi. Sizlarga ham qulay lokatsiyada, yo'l ustida, Kalsivoyda Telegram orqali yozsalaring lokatsiya tashlab beramiz.